Okalarim, mana lokatsiyani dodasi Do'rmon bo'ladi, ko'ryapsizlar. Do'rmonda hovlini papasi chiqib qoldi. Shu munosabat bilan erinmasdan kelaman u jigar. Bugun men videoni ko'rsatib, obzorni oxirida uy narxini ham aytaman. Faqat bitta like bosib qo'ying jigarim, like. Bitta narsaga men ko'p ahamiyat berganman. Olmazor tumani bilan Mirzo Ulug'bek tumanida mana shunaqa archalar, sasnalar ko'p ekilgan. Men bu tarafga o'tdim. Bu tarafda ko'rsatib ikkita darvoza. Bittasi 11,5 so'm, bittasi 9,5 so'm. Kanalizatsiya bor. Ko'ryapsizlar, kadastrli joy. Okalar. Agar sizlar bundan arzon topsanglar, sizlarga undan arzon qilib beramiz. Yerimizning narxi 1 sotiga 34 ming. Xohlaganingizcha kottej, matej xohlasanglar villani dodasini qurib mazani qilib yashasanglar bo'ladi. Meni duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, jigarim, xudo xolisa boyib ketaman. U bitta like bosing, jigar yashay. Ha, bu sizlar qimmat deyishinglar mumkin. Yo'q, unaqa emas. Chiroyli narxda 9,5 sotuvga 11,5 sotuvli joy turibdi, 60 metr fasad. O'tga qaragan ko'chasi ham bor ekan, bo'tga qaragan ko'chasi ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, TTZ Diadora bormi? O'shandan ozgina yursanglar, 10 qo'lli elitniy mahallada kadastr hujjatlari hammasi joyda, kanalizatsiyasi bor ekan. Narxi 1 sotigiga 34 ming so'rash. Bittasi kelib, bitta qiladi. Menga qarang, agar bundan arzon bo'lsa, menga ayting, bundan arzon qilib beraman. 200%. Pozmanti komiti kelib, qimmat u, yo Toshkent viloyati. Nima deysiz? Do'rmon mahalla bo'ladi. Jigarim, Do'rmon mahalla 1 sotiga 34 ming. Agar arzoni bo'lsa, aytinglar, undan arzon qilib beramiz. To'g'rimi aka? Yasha qilmoq. Opa-singillar, bali 10 tarafimizni ko'ryapsizlar, Do'rmon to'yxonasi, chap tarafimizni qarorgohi, seriozning qarorgohi. Endi qaranglar, bu tarafda boyga ikkita hovlimiz bor, hurmatli obunachilar. Qachon men boy bo'laman, aka? Bitta like bosib qo'ysangiz, boy bo'laman, jigar. Bosing, jigar. Bosing.